Hozirgi kunda elektrik akalarimiz uchun eng kerakli priborlardan bittasi bu zazilmay o'lchaydigan priborlar bo'ladi. Do'konimizda bular turli xillaridan kelgan. Videoni oxirigacha ko'ringlar, bularning funksiyasi va narxi bilan tanishtirib chiqaman. CM brendidan 6605 modeldagi priborimiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin 5000 voltgacha bu o'lcha oladi. O'zining yana har xil funksiyalari bor. Komplektida har xil kabellari chiqadi. Zazilmayni tekshiradigan, bunaqa krokodillari ham bor. Xo'p, hozirgi kunda bunimizning narxi 3.600.000 so'm. Unit brendidan UC 522 modeldagi priborimiz 4000 ohmgacha o'lcha oladi. Bunda ham o'zining kabellari chiqadi. Hozirgi kunda bunimizning narxi 1.900.000 so'm. NH brendidan MH14 modeldagi priborimiz dizaynlarini ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli ishlangan. 2000 ohmgacha o'lcha oladi. Komplektida o'zining mana shunaqa kabellari chiqadi. Elektrodi ham mavjud. Hozirgi kunda bunimizning narxi 1.500.000 so'm. Victor brendidan VC60B Plus modeldagi priborimiz. Bu ham ixcham, juda chiroyli ishlangan. Budjetni xohlayotganlar uchun mana shuni tavsiya etaman. Buni hozirgi kunda narxi 600.000 so'm. Akalar, kimga shunaqa priborlar kerak bo'lsa, bemalol Staron do'konlariga murojaat qilaverasizlar. Bu videoni elektrik akalarimizga yuborib qo'yaveringlar. Manfaatli video bo'ladi deb o'ylayman. Xudo xohlasa, mana shu hamma priborlarga bittalab alohida videolar qilib chiqamiz. Akalar, hammanglarni do'konimizda kutib qolamiz. Salomat bo'linglar.